Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchi aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi, sog' salomat, yaxshi o'tsinami. Xo'sh, haftani bugun payshanba kuniga Sergeli mashina bozoridamiz. Xo'sh, bu video qilishimdan maqsad mana o'tgan hafta qo'yilgan mashinalarimiz hammasi sotilib ketdi. Xo'sh, bezluk qo'yildi 23-42 ming yurgan, u sotildi. 10 ming yurgan 19 miz bor edi. Oq rang u sotildi. Xo'sh, 27 ming yurgan 23 miz bor edi, u sotildi. Hozir 3 ta mashinamiz sotilib, joylarimiz bo'shab qoldi o'rtoqlar. Kimda sotiladigan mashinalar bo'lsa aytsanglar, yaxshi narxlarga sotib olamiz. Hozir bozorda faqat 23-30 ming yurgan polni original navorot qilingan shu mashinamiz qoldi. O'sha mashinamiz mana o'rtoqlar. Mana joylarimiz bo'shab yotibdi. Narigi taraflar ham. Shunda nima demoqchiman, kimda sotiladigan mashinalar bo'lsa o'rtoqlar aloqalarga chiqsanglar, yaxshi narxlarda sotib olamiz. Endi bizning ishimiz shu, tirikchilik o'rtoqlar. Generalniy orqali bersanglar balandroq olamiz.